Assalomu alaykum. Sirojning bozorini kuzatuvchilarga retro mashina minamandik aşk bozlarimizga 79-yilda ishlab chiqarilgan. Navrat normalniy mashina. Holat ideal holatda turibdi. Kraska asfalt bo'lgan, lekin urilib kraska qilingan joyi yo'q. Salonlarni ko'rib turibsiz. Hech qanaqangi komposti yo'q salonlarda. Mashinamizning narxi ham ideal holatda. Bu mashinamizni mahallamiz nomida, o'zimizning nomimizda desak ham bo'lardi. Liboy dokument chiqadi. Atganingizda Liboy dokument qilib beramiz. Kelib ko'rmaguncha ishonish qiyin bu mashinaga. O'ta kurtoy, ideal holatda. Shunaqangi cho'ktirilgan retro minamandik aşk o'zlarimizga narxini $1250. Ozginagina, murosa uchun ozgina tushiramiz xolos. $1250 ga ozgina o'tib beradigan joyi bor. Holat ideal bo'lib turibdi. Kelib haydab ketaverasiz, mashina ideal holatda. Liboy dokument chiqadi, xudo xolasa Sirojning bozoridan kuzatib kelaverasiz.